Bu narsaning ko'pi nafaqat zarar, balki hayot uchun xavfli. Bugungi kino tavsiya aynan shu haqida. O'tkazib yuboring. Mingta so'z. Eddie Murphy ishtirokidagi 2012-yilda chiqqan ajoyib komedik drama. Film qahramoni Jack McCall ajoyib qobiliyatga ega. U shu qadar so'zga ustaki, xohlagan kishisini xohlamagan narsasini olishga ko'ndira oladigan sotuv agenti bo'lib, o'z xohishiga erishish uchun og'ziga kelganini gapirishdan toymaydiganlardan. Kunlarning birida u shartnoma tuzishga ko'ndirish uchun navbatdagi mijoz Dr. Siju oldiga tashrif buyuradi. Qahramonimiz shartnoma tuzish bilan birga sehrli bodhi daraxtiga ega bo'ladi. Dr. Siju o'ta sergap McCallga endi uning hayoti shu daraxt bilan bog'liqligini aytadi. McCallning og'zidan chiqayotgan har bir so'z uchun daraxt bir donadan barg to'ka boshlaydi. Barglarning tugashi nafaqat daraxt umrining, balki McCall umrining ham tugashini anglatadi. McCall buni daraxtdagi barglar soni 1000 dona qolganda jiddiy qabul qila boshlaydi. Nihoyat u hayoti davomida shuncha behuda so'zlarni gapirib, yaqinlari uchun asosiy gaplarni aytishga ulgura olmasligini, har bir so'z qadrli ekanligini tushunib yetadi. So'z bu insonning quroli, lekin ba'zida jim turib ham ko'p narsalarni tushuntirish mumkin. Obuna bo'ling, siz uchun eng saralari shu yerda.